ijtimoiy tarmoqlar bizni baxtsiz qilyapti. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Ijtimoiy tarmoqlar bizni chindan ham baxtsiz qilyapti. Istora qo'ygan, ya'ni 10 ming dollarlik balansdan biz 40 SIPdan ming, 1520 50 ming dollar foyda ball qilamiz. sohibi. Mana shu natijasiga biz mashg'ulotlarimizni yoniga bitta mashina. Boy va baxtli inson bo'lishimiz uchun o'zimizda ikkitagina oddiy odatni shakllantirishimiz lozim ekan. Xursand bo'lishimiz, barcha muvaffaqiyatli. Salom, sizlar bilan Mo'min Rabimov va bugun sizlar bilan algoritm o'zi qanday ishlashi, ijtimoiy tarmoqning ta'siri va baxtsizlikning eng asosiy sabablari va buning yechimlarini bugun sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ijtimoiy tarmoqlar qanday ishlaydi? Hech payqaganmisiz? TikTok, Instagram yoki YouTube Shorts'ni ochganingizda siz bor yoki 2 yoki 3 daqiqa ishlataman deb o'ylaysiz. Lekin qarabsizki, oradan anchagina vaqt o'tgan bo'ladi va bu tasodif emas. Barcha ijtimoiy tarmoqlar bir narsaga asoslanadi. Ular sizni iloji boricha uzoqroq muddatga ushlab qolishga. Ya'ni ular sizni qancha muddat ushlab qolsa, siz shuncha ko'p reklama ko'rasiz va ular esa shuncha ko'p pul ishlaydi. Va bunga esa dopamin loop deb ataladi. Siz yozgan yoki qo'ygan har bir like yoki komment miyangizga kichkina zavq hissini beradi va bu esa bizni yana ijtimoiy tarmoqlarni ishlatishga undaydi. Nima uchun biz o'zimizni baxtsiz his qilamiz? Chunki eng katta muammo bu taqqoslash. Ijtimoiy tarmoqlarda odamlar hayotining eng yaxshi qislarini ko'rsatishadi. Misol uchun, ideal tana, qimmatbaho mashinalar, boylik, sayohat va hokazo. Biz-chi, biz o'zimizni har kuni ko'ramiz. Umidsizlik, charchoqlik, asabiylashishlarga deyarli har kuni duch kelamiz. Va biz esa bu ikki narsani taqqoslaymiz. Tadqiqotlarga ko'ra, aynan Instagram eng ko'p depressiya va tashqi ko'rinishga nisbatan ishonchliligini chaqiruvchi platformalardan biri hisoblanadi. Chunki u yerda filtrlardan iborat hayot ko'rsatiladi. Va haqiqiy real hayot esa har doim kamera orqasida qoladi. Ana endi bitta savol tug'iladi. Ha xo'p, endi bu balodan qanday qutulish mumkin? Do'stlar, sizga na bir psixolog yoki na bir biron xil darslik kerak. Shunchaki bitta oddiy haqiqat bor. Hayot bu stories emas. Hayot bu tongi nonushta, do'stlaringiz bilan gap so'z, real kulgu. Hech bo'lmasa haftada bir bor telefonni chetga qo'ying. Instagram, TikTok dam olsin. Do'stlaringiz bilan gaplashing, yaqinlaringiz bilan aylaning, parkka boring, ishoning. Oxirida ancha o'zingizni yengil his qilasiz. Xullas do'stlar, ushbu videoda aytilganlar sizga tanish bo'lsa, demak siz yolg'iz emassiz. Barchamiz ushbu holatni boshdan kechiryapmiz. Sizga ijtimoiy tarmoqlarni butunlay o'chiring deyotganim yo'q. Shunchaki ularni o'zimiz boshqara olishimiz kerak. Ular bizni emas. Xo'p, video yoqgan bo'lsa like bosing, obuna bo'ling, yanada kontent ishlashimiz uchun qo'llab-quvvatlang. Barchangizga rahmat, ko'rishguncha xayr.